Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi, qurilish va muhandislik qidiruvlari, geoaxborot va shaharsozlik kadastr loyihasi ilmiy tekshirish instituti, viloyat hokimligi va qator aloqador tashkilotlar hamkorligida soha mutasaddilari ishtirokida seminar tashkil etildi. Shaharsozlik faoliyatida innovatsion texnologiyalarning qo'llanilishi mavzusidagi tadbirdan muxbirimiz xabar qiladi. Dastavval Andijon viloyatida shaharsozlikni rivojlantirish yo'nalishlarida innovatsion texnologiyalarni qo'llash borasida ilg'or yangiliklar bilan bo'lishildi. Ayniqsa shaharsozlik faoliyatida binolar, inshootlar va infratuzilmalarni loyihalash, qurish, ulardan foydalanish masalalarini yechishda zamonaviy geoaxborot ta'minoti texnologiyalari mavzusida ham master-klass tashkil etilgani soha mutaxassislarining diqqatini tortdi. Har bitta bino va inshootlarni o'ziga, ya'ni tom qismining kamida 3dan 1 qismini quyosh elektr zaryadlovchi, ya'ni quyosh batareykalaridan qo'yilishi keltirib o'tilgan. Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi tomonidan joriy etilgan shaffof axborot tizimi orqali qurilishga ruxsat beruvchi barcha ruxsatnoma, uni arxitektura rejalash topshirig'i, loyiha smeta hujjatlarini ishlab chiqish va kelishish, hatto uni hududiy ekspertizadan o'tkazdirib, qurilishga ruxsat beruvchi hujjatlar barchasi elektron shaklga o'tgan. Bu shaffof tizim shundan iboratki, buni xalqimiz bemalol qaysi bosqichda turibdi, uni qaysi jarayondaligini ko'rishimiz mumkin va yana bitta yangilikni aytishim mumkin. Ya'ni o'zingizga tegishli bo'lgan uy-joylarni buzilishga tushgan yoki tushmaganlik bo'yicha ham shaffof tizim joriy etildi. Buni ham biz keng ko'lamda bosqichma-bosqich yanada rivojlantiryapmiz. Ya'ni siz hech qaysi tashkilotga bormasdan, boshqa qilmasdan elektroniy yagona internet portal orqali siz ustga tushgan yoki tushmaganligini yoki bo'lmasa o'zingizni binoyingizni ustidan yo'l o'tgan o'tmaganligini dshk.monitoring.uz sayti orqali ham ko'rish imkoniyati yaratildi. Muhandislik texnik izlanishlar sohasida innovatsion texnologiyalarni qo'llash, sun'iy intellektga integratsiya qilishning dolzarbligi mavzusida ham takliflar ilgari surildi. Yana bir jihat, shaharsozlik hujjatlari va qurilish rejalashtirilgan obyektlarning loyiha smeta hujjatlari hamda soha texnikasi materiallarini ishlab chiqarishda innovatsion yechimlar mavzularida ham mutaxassislarning fikr-mulohazalari tinglandi. Dastlabki binoni maydonini, kontur chegarasini berish asosida eskiz loyihalarni ham dastlabki ko'rinishlarini raqamli tahlillar asosida bir necha ko'rinishda ma'lumotlarni chiqarib bermoqda. Bu bizani ishimizda aynan arxitektor sifatida tezlashtirmoqda. Ya'ni konsepsiya bosqichida biz alternativ yuzlab variantlarni bir necha soatlarda ko'rib, eng maqbul yechimni sun'iy intellekt yordamida shaharsozlik faoliyatini qo'llash uchun foydalanish imkoniyatiga ega bo'lmoqdamiz. BIM texnologiyasi datchiklar yordamida, oldindan o'rnatilgan sensorlar yordamida raqamli boshqarish, smart uylar, ya'ni u binoni harorati, qandaydir falokat sodir bo'lganda, masalan, yong'in sodir bo'lganda avtomatik xabar berish. Bu sun'iy intellekt bilan bevosita bog'liq hisoblanadi. Ya'ni qo'riqlash tizimini ham ichiga oladi. Seminar davomida sohada mas'uliyatni kuchaytirish va iste'molchilar hayot oldida javobgarlikni oshirishga qaratilgan yangi tajribalar orttirildi.